Minecraft. Lekin biz bugun chizadigan barcha narsalar tiriladi. Biz bugun eng qo'rqinchli maxluqlarni chizishga harakat qilamiz. O'zlarining takrorlanmas qobiliyatlariga ega bo'lgan. Biz chizgan maxluqlar tirilib bir-birlari bilan jang qilishadi. Kim yaxshiroq rassom bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi. Aytgancha musobaqa 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Qo'rqinchli, o'ta qo'rqinchli va super qo'rqinchli. Ha, bugun horror maxluqlar ko'p bo'ladi. Aytgancha hammaga salom. Qulayroq o'rnashib oling, biz boshladik. Epic Penehot Pak! Birinchi bosqich qo'rqinchli. Yangi yil bilan birgachi. Buni kim to'g'rilaydi? Bu esa kelajakdagilarga sovg'a. Bu sandiq esa sevgi sovg'a qishloqqa bu yerda chizish uskunalari bor. Bu xuddi sezyapsanmi? Bu yoqnikimi? Yo'q, seni mag'lubiyatingniki. Qishloqqa o'tgan safar ham xuddi shunaqa degandek. Men qurilishda yo'qman-da, chizishni yo'yib qo'yaman. Buni hali ko'ramiz. Qo'limdagi dars orqali esa bugun biz rasmlarni chizishimiz mumkin. Mayli, sen tezroq o'zing tarafiga ket. Bu yerda bedroq bo'lish kerak. Yo'q, loy bo'lish kerak, loy siyla. Bedroq dedim. Böyle tishlanib olamiz. Endi buni ikkinchi qo'lga olamizda, qog'ozni bu qo'lga olib, rasm chizishni boshlaymiz. Bu yerda chizamiz, bu esa men. Bizning ixtiyorimizda hamma ranglar bor ishlatishga. Bu yana nima bo'ldi? Qishloqning ishi shekilli. Bugun hozirroq Yo'q, portlash kerak bu. Portladi. buni o'zing to'g'rilaysan. Yo'q-da. Qishloqning bu ishlari meni g'alabaga xohishimni oshirib yuboryapti. Shuning uchun men hozir shunchalik qo'rqinchli narsa qurayki, qishloqning tushlariga kirib chiqsa. Buning qo'llari bo'ladi, endi boshini chizishga o'tamiz. Ha, buni masxaraboz deyishga til bormaydi. Va mana qo'rqinchli og'zi qora qilib turibdi. Qanday qo'rqinchli. Masxarabozni quloqchanlaridan qo'shamiz. Bu rasmni ko'rib men shuni tushunyapman. Menda quruvchilikda, rassomchilikda borman. Ko'zlarni yumib qarasa bo'ladi. Hammaylar men masxarabozimni qurib bo'ldi birinchi bosqich uchun. Va unga soatlab qarasam, menimcha masxaraboz ekanligini tushunsa ham bo'ladi. Xo'sh do'stlar, eng muhimi izohlarda kimning rasmlari zo'rroq chiqqanini yozib qoldiring. Bu juda ham muhim. Qishloqqa sanada sanida chizib bu yana nimasi bo'ldi? Gilam bu, gilam to'shab chiqyapman. O'zi seni hamma yoqqa to'xtovsiz turishing yetmay turuvdi endi gilam ochib yurasanmi? To'xta, bo'ldi ketdik. Leonardo Mona Lisani 14 yil chizgan bo'lsa, men buni 14 daqiqa chizdim. Bu degani men zo'rman. Seni dunyo qarashing bilan qarasa shunaqa shekilli. Bu yana qanaqa maxluq bo'ldi qishloqqa? Bu sanada sari bo'ldi. Qara, suv usti maxluq. Bilmadim qanaqa maxluq, legenda bu. Ha, qo'rqinchli narsa bo'ladiganga o'xshaydi. Nega biz bu yerda devor qilganmiz, uni buzib o'tsak, uchib o'tish kerak. Bekorda qilganmiz bu devorni. Hayotni qiyinlashtirmoqchimisiz? Qishloqqani chaqiring. Xizmatlar pulli. Mana men chizganim qishloqqa baho ber. Bu rasmga 10 ball beraman. Million boylik sistemada. Buni nima miyasi sochilib ketyapti va qo'llarni qara qiltirilgan. Nima qiladi bu qo'llar bilan? Qovurg'ani qara yo'q-ku. Meni do'mboq voyim bu masxarabozlikni sindirib tashlaydi. Seni do'mboq qo'ying qimirlashga ham ulgurmaydi. Bu do'mboq qo'yda meni 1% kuchim bo'ladi. Bu degani uni hech kim yutolmaydi. Epik vaziyat. Videoni boshlay qo'yasan. Pulib arenaga olg'a. Kutib oling, masxaraboz va suv maxluqi jang. Mana buni masxaraboz desa bo'ladi, haqiqiy dahshat-ku. Xo'sh, bitta ko'raylik-chi, uchchini xo'sh. Bir tenga qimmat bor, bu ursa sinib ketadi, qarayib qaligini. Meni do'mboq bo'yimni qaraydi, bu oxir sanada sani. Bu esa 2 karra sanada sani yo'yib tashlaydi. Qara joni chiqib turishini qo'lim bilan yo'yaman deyapti. Bu bechorani sochiga nima qilgan? Nega alohida qimirlayapti? Endi yaratishga ko'p vaqt yo'q endi. Menimcha masxarabozimning g'alabasi aniq. Ana u sani suyakdi. Urishtirishning eng oson yo'li jang. Vop, meni masxarabozim yordamchilarni chaqirdi. Yo'q qiluvni o'ylanadi. Bu cho'kib jo'naladi yer emas. Ha, urish bo'ldi, yutmading sen qani. U sani suyakdi. Masxaraboz uyam seni suyakkan. Bu jang. Meni masxarabozimga negadir rosa bilmayapti. Hop, chaqmoq bilan bo'l, urni. Ur, yo yaramas nega tushib ketasan. Do'mboq voy, damat qiluvni sakra. Menimcha hammasi aniq bo'ldi. Sizgina masxarabozim. Aytdim-ku, rasmdagi qattiq chizadi deb yo'yganman. Keyingi ikkita raunddan meniki. Yo'q, men yutaman, tushundingmi? Mana senga Ikkinchi bosqich o'ta qo'rqinchli. g'alabaga qattiqroq harakat qilishimiz kerakligini tushundim. Bo'ldi, bu safar men ham do'mbog'idan chizaman. Buni qo'llari, bu esa og'zi bo'ladi. Ha, og'zi qordada bo'ladi. Endi unga dahshatli tishlar qo'shamiz, ajoyib.
Bu mahluq qaniydir qilib ko'rish kerak, to'g'rimi? Bu degani biz unga ko'zlar ham qo'shishimiz kerak. Unga albatta mahluqqa mos ko'zlar beramiz. Bittasi katta, bittasi kichkina bo'ladi. Bu axir san'at asari emasmi? Menga bu ancha ko'proq yoqyapti. Rostini aytsam, qishloqqa men boraveraymi? Nega javob bermaysan? Men kirdim qishloqqa. Sen qayerga qarab turibsan? Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Aldadim, suldadim, u yerda hech narsa yo'q edi. Qattiq hazillashasan-da, bu sen qurgan mahluqmi shunda? Menimcha ko'zlaring yaxshi ko'rmayapti. Endi yana bir bor qarab ko'rchi. O'zgarish bor. Bosh og'rig'i qo'shildi. Qachonga zavr hali ko'ramiz shu seni mahluqingni yanchib tashlayotganda ham hazillasha olasanmi? Reaktiv samolyot uchib kelmoqda. Xo'sh, qishloqqa kel. Men senga o'z mahluqimni tanishtiraman. Bu ko'zi katta, kichik, og'zi qornida bo'lgan. To'xta, o'zim aytaman. Qurbaqa. O'zing qurbaqasan. Bu botqoq mahluqi. Ha, o'sha qurbaqada. Epic penehot. Pak. Kutib oling. Botqoq mahluqiga qarshi Syokrayn Buji. Jang. Bu videodagi hamma mahluqlarni va rassomchilikni qo'shadigan modda meni o'z Telegram. Chacha. Qishloqqa nima bo'ldi? Nega meni uryapsan? Sen har doim videoda ishlatiladigan modlarni o'z Telegram kanaliga joylab borasanmi? Ha, deyarli har bitta videoda ishlatilgan modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Qanchoqmisan? Nega ertaroq aytmading? Nega shuncha paytdan beri men modlaringni qidirib yurardim qaysini ko'rdan? Sen balki Telegram kanalda oxirgi yangiliklarni ham joylarsan-a? Balki Telegramda yuzingni ham ko'rsatgandirsan. Ha, bularning hammasi rost. Nima, video ustida opisiyaniyada havola ham qoldirganmisan Telegram kanalingga? Ha, bunisi ham bor. Yana Twitterdan ko'radigan va silkalarni bosishni yoqtirmaydiganlar uchun ekranga QR kod ham chiqarib qo'yaman. Uni ham skaner qilib o'tsangiz bo'ladi. Shuncha qulayliklar, shuncha yangiliklar, shuncha narsalar, lekin men bularni endi bildim. Yo'q! Qishloqdagi xato qilma. Hozirroq Telegramga kir. Chizganim bilan bir xil, har doim hayron qolaman ko'rganimda. Endi seni xotirang pastda. Seni mahluqqa kelsak, qorda ovuzlaringni hisobga olmasa, chidasa bo'ladi shularga. Bu safar g'alaba aniq men tarafda bo'ladi. Meni mahluqni ko'rsang, fikring o'zgaradi. Qara, rasmdagini qara. Bitta jinchi xursandroq, bitta jinchi xafaroq. Lekin yanchib tashlayveradi unga baribir. U ana o'sani so'kdi. Jang boshlandi. Boqoq mahluqqa sen unga ko'rsatib qo'y, bo'l zarbalarni berib tashla. Hop, berga endirmenlar chaqirdim. Bo'l, bos. Negadir endirmenlaring yordam berishga shoshilmayapti. Meniki esa yanchib tashlayapti. Sen ozgina jim tur, yo'yadi, ozgina joyi qoldi. Bo'l, turmay endirmenchalar o'rni. Xo'sh, qishloqqa endi nima deysan? Baribir yo'q qildi-ku. Endi bu bir bo'lib qoldi. Mana endirmenchalar urganda endi yo'yib tashlardi bu baqaloq edi. Hisob 2-2 qishloqqa keyingi raund hamma narsani hal qiladi. Meni mag'lubiyatingni hal qiladi. 3-bosqich super qo'rqinchli. 3-raund boshlandi va menda umuman olganda g'oyalar tugadi. Har doim g'oya tugaganda shunchaki kvadratdan boshlash kerak. Va men aytganimdek menda g'oyalar paydo bo'lishni boshladi. Endi bu kvadratga bosh ham chizamiz. Mana va har doimgidek qo'rqinchli ko'zlar. Lekin hozircha qo'rqinchli emas, yoqimtoy bo'lib qoldi. Navbat eng muhim qismiga, ya'ni uning quroliga. Aynan shu orqali bizning mahluqimiz jang qiladi. Va bir necha daqiqa deganda yana bitta mahluq tayyor. Ha, yoqimtoy bo'lib qoldi negadir. Yoki men aqldan oldim. Ha, mayli, menimcha sal-pal qo'rqinchli bo'ldi. Qishloqnikini yutishga aniq kuchi yetadi. Men chizgan rasmlar haqida o'z fikringizni yozib qoldiring albatta. Xo'sh, qishloqqa men chizib bo'ldim, kiraveraymi? Yo'q, qayoqqa kirasan? Endi kiraver. Qirra, yangizdan to'xtab, cheksiz minora blogi. Bilasanmi, bu cheksiz minorani qurishdan yoqimliroq bitta narsa bor. Uni buzib yuborish. Wow! Yo'q, minora. Raso qiling. Men senga bitta epic bug ko'rsataymi? Dirim ishlatgan. Ko'p pala qo'yib tashlaysan va bittasi havoda qo'yiladi. Yana bu havoda qo'yilganda super qobiliyati bor. Uni faqat qo'ygan odam ko'ra oladi. Uni ustida yursa ham bo'ladi, uchsa ham bo'ladi, maza. Buglar ustasiman degan? Yo'q, ko'prog'i. Yaratuvchisiman. Sen undan ko'ra san'at asarimga qara. Mana buni masxara bo'z desa bo'ladi. Dumalog'ida bu seniki pachoq edi. Meni masxara bo'zimni yomonlab oxiri o'zing qurib yubordingmi? Kuchliligini sezding shekilli-da. Yo'q, shunchaki senga qanday masxara bo'z sish kerakligini o'rgatyapman-da. Sen mamga qara, qara. Havoga o'tadi, sen ham o'tasan, ham blok bor. Anjoyi devor shuna qilishini. Ha, endi kelasi safar sen undan ko'ra meni rasmimga qara. Yo'q, tindim. Uncha yoqimtoy. Sen ham bunda yoqimtoylik ko'ryapsanmi? Unda ikkalamiz ham aqldan ozgan ekanmiz. Ha, endi qozonni oldida yursang qorasi yo'qadi. Senda qozon bilan yurish oson ekan. Bularda qala butun boshli oila bo'ldi. Nomlash kerak. Boqqi, Endi, Suvli, Boqqikka, Teddy. Qattiq nomlaysanmi nimada? Arenaga teleport, qo'rqinchli Teddyga qarshi Mettiga jang.
Seni dumaloqchang chizganing bilan bir xil, faqat to'rmarmar qo'rqinchli. Tishlari ham bor. Ha, xatoga qo'ldagi quroli ham joyida turibdi. Senikini yanchib tashlasa kerak. Yo'q, men qo'rqinchli dedim, 4 barobar dedim. Senikidan dedim. Tushundingmi? Meniki 100 barobar qo'rqinchli bunda. Kuchim million barobar kuchli, shunda uni meni 2% kuchim bor. Sen bunga qara, yo'yaman deyapti-ku turishini o'zi. Ha, bir xil chiqibdi, lekin boltalari ko'k, bu yerda esa kurlak. Endi sen bilan pachoqliklarga e'tibor berma. Ana u sani so'kdi, qara, jang qil. Jang boshlandi, yugur, yo'q qil uni. Sangina turtib qo'ydim, bo'ldi. Sangina turtib qo'ygan, o'sha aylantirib solgansan. Dublakka jang. Umid qilamanki menikida biroq super kuchi bor. Wow, bu yana nimasi bo'ldi va bu nimaga kerak o'zi? To'g'ri, nima kerak? Taxtalarga tiqib o'ldirmoqchilar. Menikida bolta bor, chopadi. Yo'q, men buni kuchlisi bo'ladi. Portlandi afik. Yo'q, sen taxta paydo qilishdan ko'proqga qodirsan. Maxluqim bo'l, yo'q qil uni, Teddy. Bitta 2 legenda. Bitta 2 legenda. Obbo, bu yana nimasi bo'ldi? Bundan chiqdi, sen g'olibmisan? Shunaqaga o'xshayapti. Biz o'zi aniq narsani aniqlashtirib oldik. Bu boshlar aniq edi. Sen aytding-ku, uytaman, yo'yaman, rassomman. Sen mendan rasm chizishda yaxshiroq o'xshaysan. Bu taxtalar portlamasga. Oxirida o'chib ketamiz. Keyin yana aytgancha, menda bitta savol bor. Nega haligacha ham obuna bo'lmagan? To'g'ri, do'stlar, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Obuna. Va yana ekraningizda chiqib turgan ikkinchi kanalga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr. Xayr.